Xotin, endi bozorda so'z sotmayman. Shahrimizdagi eng katta ishxonani boshlig'i shaxsan o'zi kelib meni ishga oldi. Voy, uncha yaxshi. Bo'lmasam, eng yaxshi kiyimlaringizdan mollab tayyorlab qo'yaman. Qarab turibsan, mahir nazorat qilib. Ha, yaxshi. Xo'jayin, muzdakini suvdan yuboring. Rahmat, qalaysan o'zing? O'shaganda bir kirgan gaplashib o'tiramiz. Xo'pdimi? Ko'rdingmi muomalasini? O'rgansan ham muomala qanaqa qilishdi. Bu suvchini yo'qotmasa, meni o'rnimga o'tirib oladi shekilli. Shoshmay tur hali. Qara, mashinaga chiq. Labbay aka. Menga qara, seni og'zingdan chiqib turgan noxushlikka xo'jayin shikoyat qilyaptilar. Unda bu noxushqit bezovta qilmasligi uchun nima qilsam bo'ladi aka? Har kuni ishga kelishdan oldin bitta chesno yeb ke. Shunda noxushlik bilinmaydi. Mana har xilda shunaqa qilib turaman. Xo'jayin, yaxshimisiz? Yaxshi. Mana qara. Nima bu yana kelgan jamoat joyiga chesno yeb sasib kelyapti. Va ishxona bo'lsa, ko'pchilik ishlasa. Xo'jayin sizga aytgani xijolat bo'lib turdim, ishdan haydab olmayman. Ha, nimaga haydayman? Bunaqa gaplarni sen menga aytishing kerak, xabardor qilishing kerak edi. U menga xo'jayinda og'zlaridan noxushlik kelyapti. Shuni sezmaslik uchun chesno yeb kelyapman degandi. Ha, bo'pti. Sen boraver. Tinchlikmi dadasi? Ishdan kelganingizdan beri kayfiyatingiz yo'q, siqilib o'tiribsiz. Ha, ishxonada xo'jayinda og'zi sasiydi degan gap chiqibdi. Shunga hayron bo'lib, asabim o'ynab o'tiribman. Men siz bilan 10 yildan beri yashayman. Shunaqa bo'lganda men aytardim-da, shu gapni chiqargan odamni darrov topib ishdan bo'shatib yuborishingiz kerak. Xo'jayin, mayli, yaxshi dam oling. Ha, ketyapsanmi? Bu senga mendan mukofot. Rahmat xo'jayin, mayli. Yaxshimisiz? Bu konvert faqat yaxshilaganlarga berilardi. Bu konvert kim berdi senga? Xo'jayin, senga mukofot deb berdilar. Bu konvertga sendan ko'ra ko'proq men loyiqman. Aka chanqagan bo'lsanglar aytarsizlar, muzey suv olib chiqaman. Men bilan xonaga yur gaplashamiz. Ishxonaga har kuni chesno yeb kelishingning sababi nima? Xo'jayin, ish boshqaruvchingiz og'zimdan kelib turgan noxushlikka shikoyat qilganingizni aytib, har kuni ishga chesno yeb kelishni maslahat bergandi. Kecha senga bergan konvertimi nima qildi? O'sha ish boshqaruvchi kecha uyga ketib turganimda, bunga sendan ko'ra ko'proq men haqliman deb qo'limdan konvert topib qo'ydi. Bugun kim